Assalomu alaykum. Arzonroq Malibu 1 3-pozitsiya avtomat korobka kamroq yurganidan so'raganlar uchun mana shu mashinamiz sotiladi akalar. Yili 2013, bor yo'g'i 70 ming yurgan ekan. Xohlagan ustozga olib borib, tekshirtirib ko'rishlari mumkin deyishdi. Korobka, motor, hadoyin tekshirib ko'rdim, muammosi yo'q. Malibu 1larni eng nozik joyi mana shu 3 ta narsa: korobka, motor, hadoyi. Zo'r bo'lsa, kraskasi u yer bu yerda bo'lsa, ko'zni yumib olaversangiz bo'ladi. Zadniy vid kameralari bor. Generalniy davernosni ham ilojini qilib beramiz deb aytayapti akamiz. Propan gaz o'rnatilgan ekan. Zapaska o'rnida turibdi. Zapaskalari ham mavjud. Mashinamiz yili 2013. Tonirovka ruxsati tugabdi akalar. O'rindiqda xotiralari ishlayapti. Yurganiga ahamiyat beramiz. 70 mingdan ozroq o'tibdi. Klimat kontrol bor, o'rindiqlari qiziydi, monitorlar ochilib yopiladi, akustika tizimlari a'lo darajada. Malibu 1da 3-pozitsiyasida deyarli hamma qulayliklar mavjud bo'ladi. Cruise kontrol, lukti knopkalariga ahamiyat beramiz. O'chib ketmagan, yomon bo'lib ketmagan. Podsetkalar ishlab turibdi. Bu yoqdagi ham torpedada ham podsetkalar mavjud bo'ladi. Kraskasi bor ekan, telefon qilib ma'lumot so'rab olasiz. Shinani holatlari yaxshi holatda. Luklari ishlab turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, akamiz 12 mingga qo'yib bering deb aytgan joyida aka birdan sotiladigan narxda qo'yaylik. Oladigan inson shunda o'zini mo'ljalini olib birdan telefon qiladi deb aytdim. Xullas 11300 ga ko'ndirib qo'ydim. Albatta telefon qilib, kelib mashinani tepasida savdo qilsangiz yana kami bor ekan. Kelib ko'ring, xudo xolasa. Zo'r savdosini qilsangiz chiroyli narxda berib yuborishadi. Kimda kim shunaqa Malibu izlab yurgan bo'lsa, albatta mana shu videoni tashlab qo'ying. Xudo xolasa olgan odam mazza qilib haydasin. Asosiysi o'sha aytgandek, korobka, motor, hadoyi. Muammosi yo'q. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu orqadagi stop chiroqlari ham o'zida bunaqa kelmaydi. 2013larda bu qo'shimcha pul evaziga qo'yilgan. Kim niyat qilgan bo'lsa, mana shunaqa mashinalarni olish, haydash hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.